MyGo ilovasiga kiriladi. Ilovani izlash bo'limidan buzilish degan so'z yozsanglar, o'zi ko'chmas mulk buzilishga tushgan yoki tushmaganligi to'g'risida ma'lumot olish xizmatidan foydalanishga kiriladi va keyingi tugmasini bosgandan keyin bu bo'limda obyektni kadastr raqami tanlanadi. Bu yerda chiqmagandan keyin kadastr raqami ro'yxati topilmadi tugmasi bosiladi va kadastr raqamini kirgiziladi. Obyekt qaysi tumanda joylashgani ko'rsatiladi va keyingisi bosilsa, to'g'ri bo'lsa, yuborish tugmasi bosilgandan keyin to'lov qismiga o'tiladi va 18.540 so'm summani shu ilovalar orqali to'lasa bo'ladi. Va keyin to'lov to'langandan keyin bu to'lov jarayonidan o'z navbatida jarayonda holatiga o'tadi. Hujjatimiz tayyor bo'ldi. Bu ko'chmas mulk buzilish holatiga tushmagan. Qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'ling. Yashab turgan uy snosga tushganini aniqlash uchun MyGo ilovasiga kiramiz.